Stop bo'ldi. Tak. Assalomu alaykum hammaga. Discord charchamayapsizlarmi? Hammaga xayrli, barakotli kun bo'lishini tilab qolaman. Xo'p. Demak, bugun yevro bilan goldda, valyuta paralar bilan goldda yaxshi target bo'lmagani uchun faqat Nasdaqga qarab ko'ramiz, chunki Nasdaqda o'tgan haftaning low nuqtasi PVL aktiv turibdi. Hozir fondoviy ringni ochilib, tepaga manipulyatsiya qiladigan bo'lsa, yana shu PVL ga qarab yurib ko'ramiz. Hozirgi ideyam PDLlarda, mana yechdi hozir PDLni, ya'ni o'tgan kunning low nuqtasini yechdi. O'sha yerda SMT berib tepaga yurishni boshlasa, premiumda turgan yo midnightdagi deymizmi IFV'dan yana short SMT'lar makrolarga to'g'ri kelsa, PVL ga qarab weekly FV ga tushguncha short ideyadaman. Makrodan 10 minut oldin anaqa ham berish mumkin. Razворотный tasdiq berish mumkin. Go limit. Limitlik nima bo'ldi? Limitlik IFV ga chiqishi mumkin ekan. Limitkani IFV anaqa minutga FV gini boshlanishiga qo'yamiz endi. Limitkani olib turdim. Pastdan PDLni oldi yeysan. Makroda tasdiq olib kiramiz endi, bolalar. Hali ham FV ga bo'lib turibdi. Sal shoshdikmi deymanda. Nimaga? U chiqmash kerak lekin IFV ga. Stop bo'ldi. Qaylarda esinti bor bolalar. Tasdiq bersa yana bitta olib ko'raman. Tak, OB ga sell limit. Limitga aktiv. Tak, bittasi yopildi kontrakt ko'rlangan. 3ta qoldim endi. Shunaqa qilib qisqartiryapman. Tak, PDL bo'lgan lowda bitta yechildi. Jigarlar, PVLda qochamiz bilasizlar. Da zo'r yigitlar. Xudo xolasa PVLni olib bersak, qilgan planimiz, ideyamiz birga bir yurib bergan bo'ladi. Birga bir. Mana shu planni birga bir qildik. Anaqa streamni boshida kirganlar ko'rgan bo'lsa, xuddi shu plan bo'yicha yurdi. Xuddi shu plan. PDLda SMT soatlik IFV ga chiqib berdi. Makrolarga to'g'ri keldi. Hammasi paydiya zo'r bo'ldi. Bitta stop oldik, to'g'ri, lekin biz tepada mana bu yerda limitga qo'yganimizda stop ham olmasdik. Mana bu yerda sal shoshib kirdik, stop oldik, SMT dan keyin yana risk qilindi. Xudo xolasa PVL aktiv. Plus tashlab yuboringlar kirganlar. Chunki anaqa ketyapti-da. Zo'r, malades yigitlar. Yaxshi foydalanisizlar, zo'r yurdi. Abbosxon 4 ta plus tashladingiz, bilaman sizda katta. 20 ming bormi Abbosxon tipida? To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Xalit, nechta plus? Xalitni demak ko'p, Xalitni demak ko'p. 6 ming. Zo'r Abbosxon, zo'r. Ketdik. Let's go! Go yigitlar, tepa muborak hammaga. Tepa muborak.